erkaklar mana shunaqa xohlaydi. Ayoli manda chunki bo'lganda patsientlarim ichida eri o'zi zastavить qiladi, bor mana buni kiygin, mana buni olgin, mana bunaqa qil, mana bunaqa narsa olgin. Ayol разбираться qilmaydi, u pulni oladi eridanda, boshqa narsaga ishlatib yuboradi. Manda realni bo'lganda, Sadoqat opa, sizni oldingizga 4 oydan beri kelaman deb, mani endi hozir erim ko'chada kutib o'tiribdilar, o'zlari olib keldilar. Har safar borgin, o'zingga qaragin, yuzingga qaragin, yuzida dog' bog'lari bor, o'sha dog'lariga qaragisi kelmasa kerak edi eri. Endi o'shanaqa deb aytmayapti-da, shunga borgin, yuzingga qaragin deb menga olib kelyapti. 4 oy deganda endi yetib keldim deyapti. Unda endi qarangda, erkak kishi aybdor emas, ayol o'zi aybdor-da u narsa uchun. Qop-qora dog' bo'lib yuribdi-da. Shu eri aytmayapti o'shani, men bor, yuzing men qaragim kelmayapti. O'zini ayolini chiroyli ko'rgisi kelyapti.